Tez orada yana ona bo'laman va bilasizmi, tug'ruq sanasi yaqinlashgan sari vaqt go'yo sekinlashadi. Shuning uchun o'zimni mayda-chuyda ishlar bilan chalg'itishga harakat qilyapman. Va bugungi tongim spalniyani tartibga keltirish bilan boshlandi. Aytgancha tug'ruq sumkani hali to'liq yig'ib bo'lmadim. Bu safar maksimalni kam narsa olishga harakat qilmoqchiman. Chunki o'tgan safar bir nechta narsalarim, hattoki pulimni liba yo'qotib qo'ydim, liba o'g'irlatib qo'ydim. Tug'ruq sumkani почти tayyor qilib, shirinlik tayyorlashga tushib ketdim. Blinchikni tez tayyor bo'ladigan turlaridan biri bu fincha blin. Полный protsesga atigi 20 daqiqa vaqt ketadi. Mana qarabsizki, desertingiz уже tayyor. So'ng o'qishga shoshildim. To'g'risini aytsam, o'qishim bor kunlari menga juda ham yoqadi. Vaqt tez o'tadi va o'zimni faol his qilaman. Ayniqsa shunaqa salqin kuzda eng sevimli faslarimdan biri. Bunaqa payt har narsani biroz romantik ko'z bilan ko'rishni yoqtiraman. Issiq choylarni ichib, darsda faol qatnashib, uyga ham yo'l oldim. Yo'ldan Korzinka Go ilova orqali uyga kichik ro'zg'or buyurtma berdim. Konkret uyga kelishimga yetib keldi. 250 ming so'mdan oshiq buyurtma berganim uchun yetkazib berish xizmati tekinga tushdi. Birinchi 3 ta buyurtmaga 90 ming so'mlik skidka bor. Aytgancha Korzinka Go Andijon va Farg'ona viloyatlarida ham bor. Mahsulotlarni joylab, butun oila bilan stol atrofida yig'ildik. Qizimni uxlatish vaqti keldi. Bu esa alohida sarguzasht. U uxlagach, nihoyat meni vaqtim boshlanadi. Shunaqa yoqimli serial topdim va aynan shu sokin paytni intiliq bilan kutaman.